PowerPoint slaydlar orasida avtomatik o'tish qayerda sozlanadi? Ushbu sozlanishni bilishni xohlasangiz, iltimos biz aytgan ketma-ketlikka amal qiling. Birinchi navbatda siz slaydni tanlaysiz. Slaydni chap tomondagi ro'yxatdan avtomatik o'tish qo'ymoqchi bo'lgan slaydlar ustiga bosing. Bir nechta slaydlarni tanlash orqali Ctrl tugmasini bosib ushlab turishingiz kifoya bo'ladi va slaydlaringizni belgilang. Ikkinchi bosqich bo'lsa Transition, ya'ni o'tishlar menyusiga o'tish. Yuqoridagi menyu bo'limidan Transition, ya'ni o'tishlar bo'limini tanlashingiz kerak. Bundan keyin esa o'tish paytida qanday effekt bo'lishini tanlashingiz mumkin. Misol uchun Fade effect, Wide effect, Push effect va boshqalar. To'rtinchi biz qiladigan narsamiz bu vaqtni sozlash. O'sha Transition menyuda o'ng tomonda Timing bo'limi mavjud. Keyin esa After, keyin degan ma'noni anglatadi degan qutichani belgilang. After yonidagi vaqt qatorida slayd necha soniyadan keyin o'tishini yozing. Misol uchun 5 soniya. Undan keyin Apply to all, ya'ni hammasiga qo'llash. Bu narsa ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Misol uchun sizning slaydingiz orasidagi birinchi slayd orasida va ikkinchi slayd orasidagi farqi 5 sekund bo'lsa, ikkinchi slayd bilan uchinchi slayd orasidagi farqi 1 sekund bo'lishi mumkin. Apply to all orqali siz hamma slaydlar orasidagi vaqtni umumiy vaqt qilib belgilashingiz mumkin. Misol tarzida 5 soniya qo'ygan bo'lsangiz, u faqat hamma slaydlar uchun 5 soniyaga amal qiladi. Shu bilan siz qanday tarzda avtomatik o'tish sozlashni o'rganib oldingiz.